Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetlik Müslüman qarindoshlar. Cenab-ı Allah hammamizni tinimiz saq-sağlam bo'lgan holda, ko'nglimiz xotirjam, iymonimiz komil, ishlarimiz o'ngishli holda bu Ramazonga kirishga nasib qilsin va Ramazondan butun gunohlarimiz mag'firat qilingan, taqvoligimizni oshirgan, iymonimizni kuchaytgan, ishlarimiz texmi yaxshi bo'lgan holda chiqishga nasib qilsin. Amin. Ramazon oyi hammamiz bilgandek Alloh taolo bizga yilda bir qatim ato qilgan katta ne'mat bo'lgandek, nihoyat tez o'tib ketadigan mehmonga o'xshash. Shunga Ramazonni ching tutib, bu Ramazonda taqvoligimizni oshirish, ibodatlarimizni mukammallashtirish, axloqimizni isloh qilish va o'zimizni kontrol qilishni o'rganish uchun bu tepilmas bir fursat. Dünyanın her qaysi joylaridagi musulmonlar mushu fursatni ching tutib va mushu oydagi duo ijobat bo'lgan vaqtlarni ching tutib, shu vaqtlarda Alloh taologa iltijo qiladi va ibodatlarni texmi mukammal qilishga tirishadi. Biz Uyg'urlar Alloh taoloning yordamiga hammadan bak muhtoj bo'lgan xalqlarimiz. Chunki bizning Alloh taolodan boshqa hech nimamiz yo'q. Shunga biz bu oyni ching tutishimiz kerak. Mushu bir oyda axloqimizni isloh qilib, iymonimizni kuchaytirib, ibodatlarimizni mukammallashtirib, o'zimizni bir butun remont qilib olishimiz uchun tuyandagi ishlarga diqqat qilish kerak. Birinchi, bir oy bo'yicha amal ibodatlarni eng mukammal shaklda qilib, axloqimizni isloh qilib, iymonimizni kuchaytirib, Alloh taolaning dargohida daraja qozonishga bel bog'lash. İkincisi, her günü az bolsumu bir yaxshi ish qilib qo'yish. Yoki biror faqirga, yo'qsulga yordam qilish. Üçüncüsü, her günü az miqdorda bolsumu Qur'on Karimni tarjimasi bilan birga o'qish, balla bilan birga o'qish. Dördüncüsü, Ramazon bo'yicha mayli kechasi yoki kunduzi yolg'on aytishdan, g'aybat qilishdan, keraksiz köp sözlerini qilishdan saqlanish. Tilimizni zikir, tasbih bilan mashg'ul qilish. Beshincisi, balalarni amal ibodatga, Qur'on o'qishga, kitob o'qishga, zikr tasbihlarga ko'ndirish va birga qilish. Oltinchisi, 5 vaqt namozni jamoat bilan birga qilish. Bulabmu tarovih namozlarini jamoat bilan o'qishga tirishish. 7-si, Ramazon bo'yicha ochiqlanishdan, kishilarga aziyat berishdan, uy ichidagilarga qo'pollik qilishdan, kishilarga yomonlik qilishdan saqlanish. Alloh taolo hammamizning tutgan ro'zasini qabul qilsin. Amin.